bugun sizlarga hech qaysi bozorchi ko'rsatmagan optim joyi ko'rsatmoqchiman. Buning uchun biz birinchi bo'lib metroga borib olishimiz kerak. Metro Istanbul bo'ylab hamma joyda bor. Deyarli любой joyga metroda borsanglar bo'ladi. Metro va transportlarda yurish uchun bunaqa Istanbul kart kerak bo'ladi. Bu karta 165 bo'libdi. Sotib olish bu. Ha. Mana karta, mana qizil karta sotib olish, mana Istanbul kart 165 O'tgan lira. oy 130 edi. Hozirda o'ylasizlar. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. O'shalardan sirasi chiqadi. Buni kredit kartada yoki viza kartalarda ham to'ldirsanglar bo'ladi. Pul chiqishinglar bilan sirasi Kartınızı alan ko'rsatadi. işleminiz 100 yapılıyor. TL Lütfen tashladik, bekleyin sirasi chiqdi. gerçekleşti. Keyin olasizlar. Ungacha olib qo'ymanglar, bo'lmasa İşleminiz pulingizga tushmay yapılıyor. qoladi. Lütfen. O'zbekistonda idish-tovoq sohasi bo'yicha Chinni bozor bo'lsa, bu yerda Turkiyada Istanbulda Istochda deyarli 90% idish-tovoq savdogarlari shu yerda olib O'zbekistonda sotishadi. Bozorda faqat idish-tovoq emas, xohlagan narsalarni topsanglar bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlari ham sotiladi. Undan tashqari uy jihozlari, mebel, jetski, samokat, velosiped, hamma narsa deyarli bo'lsa bor. Xuddi o'zimizning Abusahiga o'xshaydi. Birinchi ipekka kiraylik, yo akar kiramiz. Akar plus. Mana akar degan do'konga kelib bemalol dona olsanglar ham bo'ladi, optimga gaplashsanglar ham bo'ladi. Ofitsialniy magazini narx lyuks ko'palaga nisbatan ozgina qimmat bo'ladi. Bu zavtraqlar bor. Biz olganimiz, uyga olganimiz o'shundan bor. Mandalika, Bu dona edi. 1370. Lütfen ya, ben sana kalktayım kalktısın be. Bak bunlar da güzel bak. Original ipekka. Bu da satıyor. Rosenheim modelleri. Çok güzel, onlar da satışları güzel. 30 parçası oluyor bu. 30 ta donali ekan. Bu 28 parça. Hop, 6 ta katta tarelka, 6 ta chuqur tarelka, 6 ta kichkina tarelka, 6 ta bunaqa bizda kosa deyiladi, lekin bu o'zi salatnitsa. 2 ta dona avval kattasi bo'lar ekan. Bu modelni çok sevdim deydi. Вообще yorib ekan, lekin ipekka faqat o'shani naqshi bo'rtib chiqqan modeli bo'lardi-ku. Bu yerda o'zi Turkiyada ipekka вообще modeli ko'p ekan. 4, 2 tane bundan var. İki tane modelimizde ko'rib turganingizdek 84 tali 12 kishilik toza bu ipekka o'ziniki original. Çay şişesi, kofi şişesi. 6 ta kofega mo'ljallangan, 6 ta choyga mo'ljallangan. Krujkali, chashkali bo'larkan. Buni narxi bu yerda o'zida почти 250-220 dollar atrofida chiqadi. Kilosiga keladigan bo'lsa, kargoga taxminan 7 dollardan hisoblasanglar, biz 6 kishilik 26 taligini hisoblantirdik. O'zini narxidan teng barobar 120% ga qimmat bo'lyapti. Turkiya, Mısır. Misrda ishlab chiqarilar. Ama onlar benim şeylerim onlar. Hiç değil. O'zlari zakaz qilar ekanlar. And it goes like